Bel grejasini olish operatsiyasini eski va yangi usullarini 5 ta asosiy farqlarini aytib bering. Eski usullarda katta kesib turib, teri katta kesiladi. Bu birinchi farqi bo'lsa, hozirgi ya'ni mikroskopik yoki bo'lmasam endoskopik usullarda kichkinagina teshim orqali kirib boriladi. Bu birinchi teridagi farqi. Keyin qonashlik katta kesilgandan keyin ko'proq qonaydi. Bu kichik teshim orqali bo'lgandan keyin qonashlik ham juda kam bo'ladi. Bu ikkinchi farqi. Uchinchi farqi, katta kesib borib, ko'z bilan ko'rib qilinib turgan paytda suyaklardan ham ko'proq nima qilishga, jarohat bo'lishiga olib keladi va keyinchalik umurtqa pog'onasidagi o'ynoqlik, ya'ni stabilligini yo'qolishi kelib chiqishi mumkin. Endoskopik yoki mikroskopik usullardan foydalangan paytimizda suyaklar butunligini saqlab qolish imkoniyatini beradi va bu nostabillikka olib kelmaydi. Bu uchinchi farqi. To'rtinchi farqi bu bemorlarning operatsiyadan keyingi holati. Ya'ni operatsiyadan keyin ertasi kundan turib yurishga, uyga chiqib ketishga ruxsat beriladi. Eski usulda qilinadigan operatsiyalarda bu salgina og'riqliroq bo'ladi va gospitalizatsiya jarayonini, ya'ni vaqtini uzunligi, antibiotika terapiya va dori-darmonlardan ko'proq foydalanish kerak bo'lishi. 5-farqi, ko'proq katta kesilib ochilgan operatsiyalarda infeksiya tushib qolish xavfi kattaroq bo'ladi. Kichik teshim orqali qilingan yangi metodikalarda infeksiya deyarli kuzatilmaydi. Yuqoridagi keltirib o'tganlarimizni inobatga olgan holatda hozirgi zamon talabiga mos keladigan hozirgi keyingi uslublar, endoskopik va mikroskopik amaliyotlardan foydalanishingizni tavsiya bergan bo'lardim.